الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 78 oyatiga keldik. İlgirki oyatlarimizda Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida urush qilish, jihad qilish haqida mazmunlarni so'zlagandi. Bununga ko'ra Allohning beradigan shu urushga qarata hozirlagan mukofotlari haqida to'xtalgandik. Undan keyin kishilarningki urushga nisbatan nazriya, ya'ni ig'zoki nazriya bilan amaliy maydonga kelgandagi pozitsiyaning o'tiridagi farqlarini, haqiqiy mu'minlarning qanday bo'lishga tegishli ekanligini, masalaning nima ekanligini, iymon taqozosiningki o'zining shaxsiy asosida turib davlanish, harakat qilish emas, balki iymoniy Allah uchun, Allah buyurganligi uchun harakat qilish asosida bo'lsa, ondan keyin masalani tushunilganligi haqida to'xtalgan. Andan shu urush masalasida, urushga chiqish masalasida Uhud urushida menda bir ahvol yuz bergan. Bu ahvol Uhud urushida o'rnak sifatida yuz bergan bo'lsa, atrofimizda mayli qaysi zamonda bo'lsin yüz beradigan, doimlik deyiladigan gap so'z. Ham bu haqda mu'min qalbidagi tushunchni, aqidani o'ngshash, ruslash zarur bo'lgan bir nuqta. Bugungi oyat shu nuqtaga markazlashadi. U nuqta o'simi qaysi desa, shu urushga chiqib, Alloh yo'lida kurash qilib, buningdan biri ziyon, zahmat kelib qolsa, ya'ni shaxsiy jiniga ziyon zahmat masalan o'lib ketdi, shahid bo'lib ketdi deyli. Bularga qarata boshqalarning bildiradigan bir inkosi bor. Uhud urushida sahobalarning ichidan shahid bo'lganlarga qarata Madinadagi Yahudi va munofiqlar nima deganda, agar ular chiqmay biz bilan birga tug'an bo'lsa, ular qana qilmaydi, o'lmaydi degan shaklda bir inkos bildirgan. Mushu inkos Uhud urushida munofiqlardan chiqqan bo'lsa, Yahudilardan chiqqan bo'lsa, atrofimizda o'zini musulmon, mu'min da'vatqanlardanmi chiqmaydi, digilolmaydi. Chiqishi mutlaq. Chunki inson shunda o'ylaydi. Alloh subhanahu va taolo dal shu nuqtadan bizga iymoniy dars beryotdi. Aqida darsi beryotdi. Mu'min bu jihatda qalbisini ozod qilishi kerak, sog'lom aqidada bo'lishi kerak. Alloh da'vatudiki astag'izu billah aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibuhum hasanatun yaquluna hadhihi min 'indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaquluna hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama li ha'ula'il qaumin la yakaduna yafqahuna hadisa. Avval mazmunga kirishdan ilgari oyatni qisqacha bir tarjima qilib o'tayli. Sizlar nada bo'lsanglar, o'lim sizlarni topadi. Agar sizlar qat iç tash qo'rishalgan bir qasrda bo'lgan taqdiringlardimi, o'lim sizlarni topadi. Bu bir ahvol. Ikkinchi tema oyatdiki, agar ularga yaxshilik qilsa, bira yaxshilikqa erishsa, zafar g'albaga erishsa, bu Allohdan deyishidir. Agar bira yomonlik, xafalık yetsa, bu senden deyishidir. Deginki, hammasi Allohdan.
ma adamlar nima ish oldi gap tushunmaydigan bo'lib ketibdi deydi. Hamda qarindoshlar o'lim masalasi, hayotlik masalasi hozirga qadar insonlar tushunamagan bir masaladan iborat. Hayotlik uqumi qanday uqum, o'lim uqumi qanday uqum, insonning hayot nuqtasi nada? Agar buni tepib, buni tushuna olsa, insonlar o'limdan qutulib qolishi mumkin. Ammo bu masala Alloh subhanahu va taolo g'aybning qatorida qilib o'tgan masala. Ya'ni Allah subhanahu va taolo insonning vujudiga hayotlik bir programmani o'rnatgan. Ve xoliga vaqtda, ya'ni vaqt tugab, ajal tugagan vaqtida bu hayotlikning o'rniga o'lim olmishdi. Ya'ni o'lim qanday qiladi? Keladi. Endi oyatda Alloh subhanahu va taolo sizlar nada bo'lsanglar, sizlarni o'lim topidi deyish orqali bizni hayotlik va o'lim masalasiga diqqatimizni tortyapti. Bu yerda bir haqiqat bor, hech kim inkor qilolmaydigan. Dunyoda o'lmayman deydigan inson yo'q. O'limni inkor qiladigan bir nima yo'q, inson yo'q. Ya'ni o'lim hayot. Hayot demak ruh demak. Hozirga qadar hammalar o'zining hayotligiga, ruhining borligiga, jinining borligiga ishonsimi, ruhning haqiqati nima, mohiyati nima, shakli nima, u qanday shaklda saqlanadi, qanday shaklda chiqib ketadi, buni hozirga qadar qana qilinmayapti, bilmayapti. Amaliyotda hayot bilan ruh ikkisi birga qo'yib xuddi oldi bilan hayotni qo'yib o'tib, keynidan o'limni qo'yib o'tgan bir o'qiyaga o'xshaydi. Qachon hayotlikning masofasi, muddati tugagan hamon o'lim uning keynidan qana qiladi, yetiblam keladi. Shu oyatda yudrikumul maut, o'lim sizni tepib oladi degani bir narsani tushunishimiz kerakki, bizga hayotlik berilgan hamon buningga jup shaklda o'lim bildirilgan. Mushu hayotlikning vazifasi tugagan hamon o'lim o'zining vazifasiga qana qiladi kirishdi. O'lim ishga kirishdi. Mushu nuqtaga kelgan vaqtimizda o'lim bilan hayot ikkisi ikki uqum. Bu bir qo'rqinchli narsa emas. Bizga hayotlik qanday berilib, qanday bir ishlarni qilayotgan bo'lsak, bugungi kunda o'lim otliq bu haqiqat. Yani bizga beriladi, undan keyin qiladigan ishimiz bor. Bu bizni butunlay yo'q qilitish emas. Shunga Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taoloning hayotlik bilan o'limga bergan ta'birlariga qaraganimizda ikkisi ikki uqum banasa, ya'ni yo'qolish emas, ba odamni ma'lum bir nuqtaga ko'taradigan ikki uqum. Tabarakallazi biyadihil mulk sur mulkda va huwa ala kulli shay'in qodir deb bo'lib Allah, bütün mülk ilgide olan Allah büyüktür dep bulup "Ellezî halakal mevte vel hayâte" ma ifadını kullangan. Allah ölümni yarattı ve hayatlıkını yarattı. Yani insan mevcudiyet musabıstı keşke hukum. Ayette ölüm oldu bilen tılgı eliniqlik, hayatlık keynidin tılgı eliniqlik ki bir adamga hayotlik berilgan vaqtida mutlaqo buning tugaydigan bir musabasi oldin belgilanib bo'lgan degan gap yani. Ya'ni ikkisi ishga o'qib. Bizga hayotlik berildi, yashayotimiz. Bu berilgan hayotlikning bir chekuva belgilangan. Muddati bor, musabasi bor. Tugagan hamon har doim shundan qishda bilinmayotgan bir program bor, o'lim programmasi. Bu hayot programmasi o'zining vazifasini tugatib shunda tugadi. Mav ishga kirishdi bizni yana bir vazifaga yo'tkaydi. Ya'ni o'ldi demak yoki o'ldik demak bizning yo'qolishimiz, ketishimiz, tugishimiz emas. Bizning yana bir faoliyatimizning boshlanishi. Undaganda bu ikkisi Allohning ikki mahluqi. Insonda navbat bilan nimaga kirishadigan, ishqa kirishadigan
Allah'ın iki mahluqi. Hayatlık hukumi bizge hazırlıkıdek şekil, hazırlıkıdek imkaniyet, bizden yaşavatkan dünyamızdaki kanuniyet mesela. Biz yaşavatımız ya bu dünyada. Muşu bir halet ekegen bolsa, ölüm bunundan farklı bir şekilde, yeni bir halet yapılır. Onun özgürlük kanuniyeti var. Dünyada bir vazife olgan bolsa bizden üstümüzde, ölümden kinki hayatımızda muşu vazifeki münasebetlik yeni bir taraflı var. Esin oldu bolsun. Herkes mu hayatlık, barlık, mesela bir adamın ki, ölüm yokluk, yani yokuluş ma şekilde düşünüşkü mü? İkisi işki hukum. Yani bizden iki haletimiz. Birisi hazır yaşavatkan haletimiz, yani birisi ma yaşam tükendin kinki halet. Emdi cennet kirge vakti çoğu dese, Allah yaratkan heliki ölüm hukumunu yok koydu ki, ondan özgürlük yok. Yani ben bayatın bir ağız gapını kıldım, dikkat qilgan bolsanglar. Bizni ma halatimizden yeni bir halet yetkeydigan bir programma şekilde düşünsanglar boldu. Cennette yetkiliş ahvalı bulmagachqa bunda programma, bunda narsa bulmaydı. Hadisi kutsida, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet qilingan hadisi kutsida, Peygamber sallam şunda deydi. Kıyamet günüsü ölüm keltirildi. Bu gap anlamakka galite, ama ölüm biz düşüngendek yokuluş emas. Bir programma, bir hukum, bir hakikat, insanın ma'lum basqıçın ma'lum basqıç ujudigan bir hukum o. Muşu hukum ne? Kıyamet günüsü keltirilip sıratga to'xtaladi. Cennet ehli çaqırıladi, hemmisi ensirab chiqib jannatdan chiqib ketamizmi deb, dozaq ehli çaqırıladi, endi dozaqdan chiqib qolamiz deb xo'shab chiqadi. Deyildi ki, tunamızlar, tunimiz bu ölüm. Şu vaqtda tunuludular. Deyildi ki, ey dozaq ehli, şuna ama bunu tunamızlar, tunimiz bu ölüm. Hemmisi xo'shab ketam chiqdiga o'xshaymiz deb. Deydi ki, şu vaqtda burildi ki, sıratning ustida bo'g'izlanadi, ya'ni ölüm degan programma, ölüm degan hukum yo'qtiladi. Ikkinchisiga deyildi ki, endi ölüm yo'q. Bir holatdan ikkinchi holatga o'zgarish yo'q. Cennetdeki mengü cennette qoladi, do'zaxdagi mengü do'zaxda qoladi. Degan bir şekilde ölümning mohiyatini Peygamber Aleyhisselam hadisde bizge ma şekilde qana qilgan tushundirgan. Şunlaşqa ayet şu noktadan endi kupparlarga qarata yoki ölüm yo'qolish degan kishilarga qarata nima deyapti? Yo'q. Munofiqlar dedi ya bayatın dersinde işte dolu. Eğer bizden qishimiz doğan bolsa ölmekti. Bunday ölüş hukumu yo'qolish emas emilet. Ölüş hukumu bir yerden bir yerga yetkilish programmasi. Bu programının vaqti muqim bekitilgan, hayatlık tügügen hamon bu ishga kirishidi. Hattoki sizlar qatma-qat sepilning ichida bo'lsanglarmu degan shaklda ifodalanyapti. Mushu ifodalarga qaragan vaqtda odatda insonlar o'zaro bilan ifoda qilsa, paranglashsa, o'zaro bir-birisi tushunadigan shaklda paranglashdi ya. Qur'on Allohning xitobi bilan Alloh subhanahu va taolo bizning idrokatimizga xitob qiladi. Bu idrokat farqlanadi. İnsanlar o'rtasida professor darajadagi insonlar va eng oddiy insonlar va Allah her adam tushunarligidek şekilde, her adam tushunarligidek degani her adam o'zining aqliga yarasha tushunarligidek darajada xitob qiladi. Endi mushu xitoblarga inchiklik bilan qaragan vaqtimizda o'lim sizlar nada bo'lsanglar topidi degan o'qim bizga men bayatni deb o'tgandek xuddi o'lim hayotlik programmasining keynidan o'rinlashtirilgan programidek. Odatda biz programlarni o'rinlashtiramiz, ish o'rinlashtiramiz. Ma soatdan keyin ma soatlik ish bo'ladi, ma programdan keyin ma program boshlanadi deymiz ya. Mashta o'rinlashtirilgandek ma o'qimdan hayotlik vazifasi tugagan hamon vazifa ma navbat qana qildigan buningga keldigandek. Shunga aloqa ma'rifat ahli o'limni qana tasvirlaydi desanglar. Ölüm insanın hayatı bilan birga etilgan o'q deydi. Yani insanın kendinden avatilgan o'q. Xuddi kendimizin iz qo'lab mangan araliqimizda 5 santir, 2 santir, 1 santir yaqib biz davomli kendimiz mangadigan o'q. Hayat to'xtagan hamon darhol tegadi. Ma şekilde tasvirlaydi. Yani ölüm hayatlık bilan birga qo'zg'atilgan bir programma, ammo hayotlik vazifasini tugatgan hamon ölüm vazifasini ishga oshirish uchun
ishga kirishdi. Ya'ni ilmning vazifasi ne kirishdi? Şuna oyatda yudrikum ifodasini biz mashta tushunamiz. Sizlarning keyindan yetishib degani hayotlikning keyinlanmaganlik o'lim. Hayotlik vazifasi tugadi, o'lim darhol ishga kirishdi, dakjiq takrorladik. Yana bir diqqatimizni tortadigan nuqta. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ifodasida buruj asli igiz bunda muna şekillik orullarni ko'rsatdi asli. Igiz muna şekillik narsalarni ko'rsatdi. Endi bilasizlar igiz qal'alar, munalar ko'p holatda mustahkam selinish uchun g'ish kesaklar orasida yoki toshda qo'pirilgan bo'lsa, toshlar orasida faqat urinilmaydi. Nihoyat mustahkam. Zich bunda kuchli bir shaklda o'rinlashtirildi. Buni bino sapaqqanlar biladi, uy sapaqqanlar. Ya'ni bu yerda demakchiki, xuddi oyat ifodalayotganki, atrofingda hech nima kiramagudek bir qal'aning ichida o'rnib olsangmi ifodasi. Undan keyin keynidan kelgan mushayyada ifodasi qatma-qat deb tarjima qilyapmiz. Bir qal'aning atrofida, ya'ni bir qorshov, tam ifodasi shaklida tushunsak bo'ladi yoki walau kuntum fi burujin mushayyadada sizlar burujlarning ichida bo'lsanglarmi ifodasi odatda biz til bo'yicha tushuntirayizlarga. Masalan bir o'qituvchi sinfga kirib o'quvchilarga daftaringlarni, kitobinglarni elinglar desa, har o'quvchi ko'p kitoblarni olmaydi. Har o'quvchi o'zining birdan kitobini oladi. Qur'on bu shaklda xitob qilyapti. Sizlar qal'alarda, qo'rg'onlarda bo'lsang, har odamning birdan qal'asi bor. Deb tushunilsa, qal'a atrofida qal'a, butun atrofni qal'a qoplab ketgan bunday bir muhit bo'lsa-mu, o'lim shularning orasidan hayoti to'shqan vaqti kelgan odamlarni qanaqlalaydi, topalaydi degandek bir ifoda. Ya'ni umuman aytgan vaqtda bu yerdagi ifodaning umumiy ifodalamoqchi bo'lgani, sen har qancha amal qilsangmi, dengizning eng teki kirib olsangmi, zaminda baralaydigan, eng yiroq joyga bara olgan bir vasagan taqdirdimi, bu sana bekitilgan bir haqiqat, bekitilgan bir programma, hayoting tugadi, darhol o'lim nega kirishidi, ishqa qanaqiladi, kirishidi degan ma'no chiqadi. Endi oyat bizga nima da'vatidi desa, mushada mu'min bilan mu'min bo'lmagan odamning bu nuqtaga qarata tutilgan pozitsiyasini bizga oydinlashtirib beradi. Ya'ni mu'min Allohga ishonadi, bu bir. Dunyodagi birilgan hayotning men bayatni deyilgandek bir programma ekanligiga ishonadi, bir imtihon sinoq ekanligiga ishonadi va bundan keyin o'zining yana bir hayotining boshlanadiganligiga ishonadi va u hayotda dunyoda qilgan butun ishlarininki natijasining o'rtaga chiqadiganligiga ishonadi. Bu nuqtadan bu hayotdan u hayotga yo'tkilishdan asla ansirmaydi. Agar misol uchun yiroqlash bir tushuntirish to'g'ri kelib qolsa, bir shaharda yashagan odam yana bir shaharga ko'chsa, normal yashaydigan azroq farqdan yaşaş muhiti, farqi o'zgarib, normal yashaydiganligiga ishonch qilsa, ansirmagandek. Ammo ikkinchi nuqta, mu'min bo'lmagan odam bu dunyoni butun narsa deb o'ylaydi. O'lim yo'qolish deb o'ylaydi va undan kimki hayotning borlig'ini asla bilmaydi yoki inkor qiladi, uning uchun qilgan tayyorlig'imi yo'q. U nuqtadan o'limni yo'qolish deb o'ylagan nuqtadan bundan ansiraydi. Ya'ni o'lim uqumi ikki kishiga, mu'min va g'ayri-mu'minga nisbatan birisi qiziqish, ansirmaslik, xotirjamlik tuyg'usini versa, yana bir turdagi insonlarga qo'rqish, ansirash, ma'uqumni birida qarindoshlar. Ma'uqum nayt iniq bir nim bo'lish kerak, mas'ul bo'lish kerak. Mu'min kallasqa mushu shaklda tushuntirishi qana kerak. Mu'min bo'lmagan odam ansirash to'g'ri kelib qolsa, mu'min mutlaka ölümden ensirmesin. Ölümni bir geçici, yani ütüp ketadigan, ötkünçe bir hayatlıktan yeni bir hayatga qana qilish, ko'chish deb o'ylusun qarindoshlar. So'ngashqa atrofimizdagi birisi o'lib ketsa, tabiiyki bizdan ayrilganligiga ko'nglimiz yerim bo'ladi. Ma bir nuqtani qo'ysina, mu'minlarning, musulmonlarning atrofidagi qarindoshlarininki o'lib ketganligiga qarata g'am qayg'usi bizden ayrılganlığa qarta, qanda ölüp ketganligiga emas. Çünkü ölüp ketish orqali Allohga ushurishidi, Allohning huzuriga ketadi, yana bir hayoti boshlanadi.
Yani birinci sınıfını tugutib, ikkinchi sınıf köçken o'quvchiga o'xshash deb tushunsak bo'ladi tushunishda. Ona nisbatan qayg'urgudek ish yo'q, ansirgudek ish yo'q. Faqat biz söygen insanlığa açqa bizden vaqtliq ayrılganlığı üçün lan ko'nglimiz biraz nim buludu, yerim buludu qarindoshlar. Bu oyatdagi o'tirib qolmoqchi bo'lgan birinchi masala. Muhim aqida masalasi. Oyat shuning munosabatli ko'p ikkinchi masalada birini o'tirib qo'ydi. Nihoyat muhim qarindoshlar. U o'simi Allah subhanahu wa ta'ala şu oyatning oxirida deyki: "Va in tusibuhum hasanatun yaquluna hadihi min indillah." Eğer ular yaxşılık yasa bu Allah'tan deydi. Yamanlık yasa bu senden deydi. Digin ki hemmesi Allah'ın qeşidinden deydi. Ma li haula'il qavm. Ne oldu bu insanlara gap tushunmaydigan bo'lib qoptu. Degan bu oyatda deyilgan söz, bu oyatda deyilgan söz Resulullah'ın davridagi bunun namunasi ahli kitob. Biz mazmunni tushuntirishdan ilgari Resulullah'ın davrida bu gap qartilgan kishi Muşu gapni diyeleydiğen kişiler kim olsa ehli kitap. Hemen bilimiz ehli kitap Medine'de nahiyeti bir nupuzlu bir kişiler. Bular özde kitap bağlılığını iddia kılıdı. Men atkan bir yolunun bağlılığını iddia kılıdı. Ve bu yol ve bu kitabını destek turup nupuz tikleydi, pul, mal toplaydı bular. Muşu asasda bana demdi. Muşu asasda. Bular Peygamber Aleyhisselam Medine'ye kelgenden keyin bularning turmuşda özgürüş olgan. Bularning da'vo qilayotgan dinning xatolik o'rtaga chiqqan. Boshqalarning oldiga ko'rsatayotgan Tavratning o'zgartirilganligi o'rtaga chiqqan. Boshqalarni qaqsoq qilayotgan taraflar o'rtaga chiqqan. Shuning bilan bular Peygamber Aleyhisselam bilan Allohning o'tirisini ayirib o'tmoqchi bo'lgandek bir xil nimasi bu propaganda deb qo'yamiz. Yani teşvikati. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde Resulullah'ın Allah'ın dünyadaki vekili, peygamberi, elçisi, ağızdan çıkan her sözü Allah'ın vehiysi. Şekilde bizge Kur'an'ın bir qancha orunda, Sur Nisa'nın 80. ayet, Sur Al-İmran'ın 31. ayet, Sur Tevbe'nin 74. ayetlerinde "Men yuti'ir Resule fakat ata Allah." Kim ki peygamberge itaat qilsa Allah itaat qilgan bo'ldi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Agar sizlar Allah'ni yaxshi ko'rsanglar, menga ergishinglar degan shaklda Rasulullohning tili bilan. Sura Tavbadagi "Va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu" degan shaklda ularning intiqomlanishi faqat Alloh va Allohning Rasulullohini behajat qilganlik uchun Alloh va Allohning Rasuli ikkisini bir o'rinda qana qildi ekan. Ya'ni bu nuqtalarda Payg'ambar alayhisolamni Alloh subhanahu va taolo to'liq bir nimaga oldi, kapolatga oldi. Ya'ni Rasulullohningki ma'sum ekanligi insonlar o'tirishdiki degan har so'zning Allohga vakillik qilganligi, vahiy bilan bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo qana qildi. Bu yerda bekitib o'tgan. Ahli kitobninki Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Allah'ını qanaqa o'tishi, ayirib o'tishi biz mu'minlarning oldida asla va asla nimaga emas, kuchga ega emas. Xuddi bunda ahvol desa, jangovoy g'animat oldi. O alhamdulillah Alloh bizni qanaqa qildi, rahmat qilib, g'alaba qildi, g'animat oldi. Jangovoy agar mag'lubiyat bir sho'b qoldi, ha, mushu bizni qanaqa qildi. Degandek ma'qul uqumlar asla va asla bir mu'minga qanaqa qilmaydi, yiqishmaydi, mu'minga yarashmaydi qarindoshlar. Ana deganimizdek bayatın gapimizning oxirasida Rasululloh avatilgan vaqtda dunyoda cho'ng ikki tip botdi. Birisi Rumlar, ahli kitob, yana birisi Farislar, Buddistlar. Tabiiyki, ahli kitob nuqtasidan musulmonlar Rumlarga yaqindi. Farislarga emas, kimga yaqindi? Rumlar. Chunki Rumlar ahli kitob bo'lib bilan Allohga iymon etdi. Allohga. Endi musulmonlar ahli kitobga yaqindi deganning o'zidan bunun tarixda nurg'un örnekleri var. Musulmonlarninki asabiyati, musulmonlarninki tarabbazlık var deyilse Allah uchun. Qaranglar bu shaydama Farislar, Rumlar. Musulmonlar Farislarni qo'yib Rumlarga, chunki gerçi Rumlar ahli kitob bo'lib Rasulullohni inkor qilsa-mu, Allohni e'tirof qildi. Bu nuqtadan musulmonlar kimga yaqindi? Ahli kitobga yaqindi. Ya'ni masala Alloh masalasi. Ondan keyin Payg'ambar Madinaga kelgan vaqtida asli ahli kitob bo'lib bilan burundan Madinadagilarni qo'qotgan bir kishilar bo'lib bilan bir payg'ambar keldi pat arada shuni bilan birlashib sizlarni yo'q qilamiz degan bir kishilar bo'lib bilan Rasulullohni qizg'in qarshilaish kerakdi. Rasulullohga iymon etish kerakdi. Ma'lasaf bular qana qildi? O'ylamagan
başqacha bir pozitsiyada bo'ldi. Bir ahvol Madinaga Rasululloh kelgan vaqtda bunda bir tasodifiylik bo'ldi. Yahudilarninki ziraat mevcutlari shu yilsa qanday qilib kamlab ketdi-da. Bular buni Rasulullohga otib bilan bir xil nima paydo qildi? Qarshi kayfiyat paydo qilishga urindi yani. Ya'ni mushuf mishaga kamigan bo'lsa, mushtamaydi degan bir shaklda. Bundan boshqa Rasululloh bayatini deganimdek Madinaga kelishdan ilgari Yahudlar bir payg'ambar keldi deb buni bilan boshqalarni qo'rqitdi bu bir. Ondan keyin bular kitob ahli o'g'achqa, biz degan kitob ahli, samoviy din ahli deb turib boshqalarga bilarmanlik qiladi. Diniy nupuz tiklaydi. Ondan keyin mushu nupuzlarning turtkisida bular xalqancha tijoratlarida halol haromni ayirmay, jazoni degandek narsalarni xalqancha qila oladi. Bu nuqtadan bular ya'ni ilmiy jihatda ustunlikni egallagan, nupuz jihati üstünlükni egallagan, yo'l jihati bir yo'limiz var insonlar degandek bir xil boshqalarning oldida bir xil ustunlikni qanaqaliq egallaganlik. Bular doim ikki qabilani, Avs Xazraj qabilasini urush qilib qo'yib qurol yaqsatadi. Bu nuqtadan iqtisod qanaqaladi, qazonatdi masalan. İslam kelib tunji qilgan ishi Avslar Xazrajni ittifoqlashtirdi. İttifoqlashgandan keyin ular ikki ittifoq qo'ygan taraf bir-biriga qarshi qurol yaroq qanaqilmaydi, setolmaydigan bo'ldi. Shuni bilan bular oyatdan tapıdığan bir ticaret yolu, pul tapıdığan ticaret yolu itildi bularınki. İslam kelib Medine'de cazanını emelden kaldırdı. Cazanının çekildi. Şunu olan bularınki başkalarına üsüm bilen pul verip, həslə paydaladığan bu yolu qanaqıldı, itildi. Bular özünü ehli kitap, ehli ilimlik bir yolu var, menheclik bir insanlar dep davran qilib boshqalarning oldida yuqori nupuzliqni din kelib, islom kelib Madinaga, yo'q, bularning kitobi o'zgartirilgan kitob. Bularning dini amaldan qolgan din. Shuning bilan bularning butun bozorlari, mayli siyosiy, ilmiy, tijoriy, hamma bozorlari qulladi, kasatlashdi yani. Shuning bilan bular qanday qildi? Oy xiyoli mushaq bo'lib qoldi. Olsa qopsatda birisi bilan paranglashmoqchi bo'lsa, parang timisi Rasulullah oldu. Şunun olan meselene Resulullah'a atıp Allah'ın inkar kılanmaydı tabi. Ama Resulullah'a atıp Resulullah ne? Ayrı vettiş Allah'ın oturusunu. Başkalarına açta bir keyfiyat toğuzuşku urunuş için yaxşılıklarının hemmesi Allah'tın. Yaxşılık yapmağa vaxtıda. Yamanlık yapqalsa muşnundan. Degендek Peygamber Aleyhisselam'ını başkalarının aldıda set gözükü urunğa bırak vallahi. Ayet bunun kesin qana qildi, rad qildi. Tamam, bu yerdan o'tdik. Endi bu yaxshilik Allohdan, yomonlikmi kimdan? Allohdan degan bir hukm chiqdi-ya, chunki oyatning oxirisida qul kullum min indi robbik. Hammasi kimdan? Alloh tarafidan. Qul kullum min indillah ma oyatda, boshqa oyatlarda boshqa shaklda kelganlik. Yaxşılık olsun, yamanlık olsun, hemmesi Allah tarafından degan bir ifade var ayette. Bu ifade hem de ehli kitap tuttusun. Sizler biz Müslümanların kallasını biraz qanday qiladi, teşvişki saladı. Qana teşvişki saladı? Yamanlık Allah'tan. Tamam, yaxşılık Allah'tan bo'lishi tabii. Allah bizga nimet berdi, bizga hayotlik berdi, o'zining Rabblik bilan rububiyet ko'ngil berishini ostiga oldi. Tamam, güzel. Ama yamanlık, zarar, mesela ölüm, yetim, bizga keladigan ziyon, afat, balay, musibet Allah'tan. Bu bizning qanday kallamızga sig'adi. Yani bularni Allah bizga berganmi, masalan. Degan bir şekilde bizning kallamızda nima tug'iladi? Savol qana qiladi, tug'iladi qarindoshlar. Savol bu noktadan kallamızda tug'iladi. Biz bunu mu qana qilmoq lozim? Biraz to'xtalmoq lozim. Vaqt azroq chiqib ketishi mumkin, ammo to'xtalib hal qilmasa qolmaydigan bir masala. Endi şu yaxshilik va yomonlikning bizning kallamızdagi tushunchasi. Yaxshilik, yomonlikning o'lchimi mushlar haqida oldi bilan qana qilish to'g'ri keladi, to'xtalish to'g'ri keladi. Andos yaxshilik degan nima? Yomonlik degan nima? Bununla her ulamalar yaxshilik degan shariat Allah burug'ini, yomonlik degan shariatda Allah qanaqligini to'sqini degandek bir shaklda izhorlanib berganlik. Ya'ni mush nuqtadan kelsak,
Yani şu sual bu tekrarlanır göz aldığımızda. Allah toskan iş yamanlık olsa, bu mu Allah tarafından bolsa, bir bende şu Allah tarafından boğan yaxşılıkni qilib mukofot alsa, Allah tarafından qilib kelgan yamanlıkni qilib jazolansa, bu qanday adolat? Deydigan suallar ham kiradi kılımızga. İnşallah biz bugungi darsimizda mushlarning hammaga bir qur javob berish uchun qana qilamiz, tirishimiz qarindoshlar. Ana Allah subhanahu va taolo hayotda bir qonuniyatni o'rnatgan. Sebep qonuniyati. Bir sebep yaxshilikning sababi, bir sebep yomonlikning sababi. Bende öz ixtiyori bilan yaxshilikka sabab bo'ladigan ishlarni qilsa, yaxshilik natija o'rtaga chiqadi. Bir nuqtada eskertib qo'yay. Bu yerdagi sababni Alloh yaratgan va mush sababni qilsa chiqadigan natijani Alloh yaratgan. Va yana şu qonuniyatning birisi bir sebep bor, bu sebepni qilsa, buningdan biz yomon ko'radigan, bizga ziyon bo'ladigan bir natija chiqadi. Bu yerdagi sababni Alloh yaratgan, natijani Alloh yaratgan. Insonning qiladigan ishi nima desanglar, faqat o'zining irodasini ya ma sababga yuzlantirib, buningga yarasha natijaga erishish, ya ma sababga yuzlantirib, buningga yarasha natijaga erishish. Insonning qiyomat kuni yaxshi yomonlik qarta mukofot jazo berilishi yaxshilikning sababi va natijasi tufaylidan emas, balki o'zining irodasini ya o'ngga yuzlantirganlikdan, yaxshi tarafga va yaxshi natijaga erishganlikdan yoki so'lga yuzlantirganlikdan. Buningga masalan oydinlashtirish uchun bir misol olaylik qarindoshlar. Bir o'quvchi bor. Bir maktabda. Maktabda bunda bir qonun o'rnatilmoq, tuzum ya'ni. Valillahil masalul a'la, faqat masalan oydinlashtirish uchun davatman. O'quvchi yuqori numarasi o'tgan bo'ladi. Tuan numarasi o'tmagan bo'ladi. Endi bir o'quvchi tirishdi, irodasini tirishish tarafga yuzlandirdi. Muzokara qildi, imtihonga girib yuqori numara oldi. Bir o'quvchi tirishmadi, sal qaradi, ahamiyat bermadi, imtihonga girib nachar numaralab o'tmadi. Bu ikki ish maktabga va umumiy genel bakışdan, yani umumiy jihatdan qarashdan yomon ishmi, yomon ish, yaxshi ishmi desa, buning hech farqi yo'q. Ammo buning yaxshi yomonligi kimga desa, shu o'quvchiga qarata. Bu o'quvchi yaxshilik erishdi, imtihondan o'tdi, yomonlik erishdi, o'tmadi. Ammo jamiyatga nisbatan, maktabga nisbatan shu desa, o'tgunimi yaxshilik, o'tmaganimi yaxshilik. Qanday o'tgunim yaxshilik, o'tmaganimni yaxshilik? Chunki agar maktabda mashta bir qonun, tuzum o'rnatilmasa, qonuniyat o'rnatilmasa, o'tgan o'quvchi, tirishgan o'quvchi imtihondan o'tib natijaga erishadigan, tirishmagan, sal qaragan, o'rinli qilgan o'quvchi qilib qoladigan, mag'lub bo'ladigan bir sistem o'rnatilmasa, hech kim tirishmaydi. Hammasi darsiga ahamiyat bermaydi, o'rinli qiladi va jamiyatni pasasiga qatlaydi. Ya'ni bu yerdagi yaxshilik qilgan imtihondan o'tish, yomonlik qilgan imtihonni o'tmaslik, shu o'quvchiga nisbatan yaxshi yomonlik va bu o'quvchidan boshqa maktab, jamiyatga nisbatan hammasi yaxshilik. Bu nuqtadan biz yaxshilikmi Allohdan, yomonlikmi Allohdan degan vaqtimizda bu yerdagi bir ishning yaxshilik qilishi, yomonlik qilishi faqat banda uchun. Bendiga qartilgan. Ama Allah'a nispeten ikkalisi o'xshash, hech farqi yo'q. Ikkalasini kim yaratgan? Allah yaratgan. Ya'ni demak cho'g'inimni texmi izohlash to'g'ri kelib qolsa, masalan men bir dehqonday. Allah shunday bir qonuniyatni o'rnatdi bu dunyoda. Men dehqon bo'lish sifatim bilan tirishib ishlasam, ziroatlarni parvarish qilsam, ko'ngil bo'lsam, masalan, yerdan mol hosil chiqadi. Aksi tasavvurda, ya'ni yerlerimni qo'yib qo'ydim, vaqtida suv boshlamadim, parvarish qilmadim, ko'ngil bo'lmadim, mol hosil chiqmaydi. Mol hosil chiqqan yaxshilik, chiqmagani yomonlik. Kimga nisbatan? Banda nisbatan bilan menga nisbatan. Allohga nisbatan o'xshash. Emniyeti bu jamiyatga nisbatan yaxshilik. Qanday yaxshilik? Agar Allah mashta qonuniyatni o'rnatmay,
tirishqinimi erishadiğine o'xshash, tirishmaydig'ini erishgani o'xshash bo'lib qolsa, dunyo qanday taraqqiy qiladi? Alloh shunday bir qonuniyatni dunyoda yaratdiki, tirishqan odam tirishqanligiga yarasha mukofotini oladi. Mayli u odam musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin. Tirishmagan odam tirishmag'iniga qarta mukofotni, ya'ni o'zining jazosini oladi. Mayli u odam musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin. Bu nuqtadan her ish, ya'ni bu yerdagi kullun min indillah, hammasi Allohdan degani, ma sababni bekitganim Allah ve bu sebepninki neticesini bekitganim Allah ve ma sababni bekitganim Allah, bunun neticesini bekitganim hem Allah. Yaxshilik sabablarini Allah o'rnatdi, neticesini billah, yaxshilik, yomonlik sabablari ve neticesini billah Allah o'rnatdi. Bu noktadan dunyoda yuz bergan her ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Bu bir tushuniladigan bir nokta qarindoshlar. Anlakin yeni bir nokta muşnunda, mesela yaxshilik yomonlikning hammasininki bir qilalaydigan bir imkoniyati var. Mesela aldığımızda pichoq var deyli. Pichoqning yasalish moddalaridan tortib butlay Allah tarafidan bergan moddalarni yasaymiz. Temir moddasi, pichoq yasaymiz. Pichoqqa Allah kesish, yani öldürüş bir xususiyatini bergan. Bir canlılıkның geliğe sürülgen vaqtda üylüş qanuniyetini ornatkan. Böyle bendinin qiladigan işini modisang, mush pichoqni ya halal sürüş ya ki haram sürüş. Halaldan bir qo'yning geliğe sürüp qo'yni o'ltirsak, bununla ecir berilişi bunu. Ecir beriladi. Eğer haramdan bir insanның geliğe sürsek, bununla günah olurdu. Mişede insanga aş pichoqni sürgüdek kuch vergani Allah. Pichoqni kütəgidək qolunun gücü, sürgüdək güc, həmmisi Allah birlik. Faqat insanın işi nima desa, mushu pichoqni ya halal tarafiga surish yoki harom tarafiga surish. Qolgan ish faoliyatining hammasininki sabab, natija, bu yerdagi ta'sir qilish, masalan, pichoqni sursak, qon chiqish, o'lish, hammani Alloh yaratgan. Bandaning qiliqi nima desa, mushu yerdagi ishni ya yomonlik tarafiga bo'lish, bandaning jazoligini ma'lum. Yaxshilik yomonlikning hammasi Allah tarafidan degani, bütün ishlarning hammasi kim tarafidan o'rinlashtirilgan? Allah tarafidan o'rinlashtirilgan. Nima uchun shunda bo'ladi hamda qarindoshlarimizning qilisi balkim mu'min kofirning o'tirisi farq yo'q desam bir savol paydo bo'lishi mumkin. Nima ish qilsa Alloh subhanahu va taolo Robblik sifati bilan zamindagi o'milib, mangan, midirgan har jonliqni o'ziga olgan bir rahmatga ega. Mu'min bulamdı, kafir bulamdı, insan bulamdı, hayvan bulamdı. Çünkü bu dunyoga ekagini Allah özü ekep koyup, özü yartıp koyup taşlap koymaydı onu. Onda olgan eken mu'min kafirga yaşaş noktasıdın, Allah'ın rububiyeti noktasıdın farksız bir sistemi oruntuqluq mazmanqa. Bir kanuniyet oruntuqluq. İnsan muşu kanuniyet işi yaşaydı. O kanuniyet olsun sebep netice kanuniyeti ve sebep ne kılıdı? Neticeye erişiyordu. Sebep ne Allah yaratkan, netice ne Allah yaratkan. Fakat bunun yüzünü adıgan irade kimde? İnsanda. İradesini tirişiş tarafki yüzlendirse insan, tirişse, küçse, güzel netice gelirse, bir yerdeki sebep, netice, hemiz Allah yaratkan insan iradesiyle erişti bununla. İradesiyle tirişmese, huruluk kılsa, sel karısa, bunu, bütün sebep ne yaratkan Allah, netice ne yaratkan Allah. Yani, huruluk ne? Huruluk kılıp taşlap koyduğun ehvallah ve müştaq kılsa, ortaga chiqmaydigan natija yoki yomon natija hamiz Alloh o'rinlashtirilug'liq inson bunga irodasini yuzlantirib shunga qana qildi kirdi. İnsanning qiladigan doisi mana bu tarafda qarindoshlar. Ya'ni insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasi, mayli musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, rububiyatda o'xshash. Allah dunyoga rububiyat nuqtasida o'xshash bir sistem o'rnatug'liq, o'xshash bir qonuniyat o'rnatug'liq. Musulmon, kofir bu qonuniyatda tamoman o'xshash. Ammo uluhiyet noktasıdın. Yani Allah'ın diginini kılış, kığını kılmaslık, anı kılma, manı kıl diye uruladı, emel kılış noktasında o vaxtda müminler başka. Biz ma noktasını sözde vaatimiz. Yani asam misal nait köp mesela bayatın bir kol desek. Bu kolga bir ne tutulduğun 5 barmakını Allah subhanahu wa ta'ala yarattı. Her barmakamını ayrım midirtilaydigan bir küşünü Allah verdi. Hatta midirtilamaydigan Allah'ın bağı mesela kolu hareketten kalgan. Hem de fakat muşu koldan birisini usam yarılınıdığan bir neticini
keltirib chiqaradigan qonuniyatni Alloh yaratdi. Bu qo'l bilan boshqalarga yaxshilik qilsam, yaxshi natija chiqadigan qonun Alloh yaratdi. Mening qiladiganim nima bo'lsa, shu qo'lni ya yomonlik tarafiga yuzlantirish, ya yaxshilik tarafiga yuzlantirish. Qaysi tarafga yuzlantirsam, uning sababini men qilaman, natijasi chiqadi. Bu sabab va bu natijaning hammani kim Alloh yaratgan. Mening qiladiganim irodam bilan ya a sababni qilib, u natijaga erishish yoki ma sababni qilib, ma natijaga erishish. Mana bu insonning jazolanadigan nuqtasi ma'vo. Endi qolgan ishlarning insonning aşı kuchini yaratish va sababni yaratish, uni qilsa uning natijasini chiqarish, hammasi tamoman kim tarafidan yaratilgan qarindoshlar? Alloh subhanahu va taolo tarafidan qana qilgan, yaratilgan. Shunga mushu nuqtada men bir narsani digim ko'radi qarindoshlar. Bir millatning keyin qilishi, bir millatning taraqqiy qilishi, Alloh subhanahu va taolo ziminda millatlar shuni qilsa, şu yolda mangsa ilgileydigan bütün sebeplerinin hemmini qop qo'yaqliq. Yaratıp qo'yaqliq. Mush sebepni Müslüman millet olandı, kafir millet olandı. Mesela qandaq millet olsa qilsa aldığı çıqıda taraqqiy qiladi. Bu yerda Müslüman kafirning farqi yo'q. Agar aksi yol tutsa, ahmiyat bermasa, sal qarasa, keyni qoldiganlar mutlaq. Mesela burun bir misalini desek, Allah subhanahu va taolo ziminde insanın rizqini ma'lum sebeplerge bağlap koydu. Bunda tuproqni hammadan o'xshash berdi. Yağmur yağadigan qildi, ba'zida yağmur yağmasa suni yerning ostidan tatadiganga o'rnatdi. Bu hammasi Allohning qonuni edi. Alam tara anna Alloh anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Ya asmandan tushudi yoki asmandan tushgan suvning yerda shakllantirgan eqini, eriq, o'stang, daryo va quduq shaklida shakllangan. Endi bir millat o'ziga berilgan aqliy imkoniyat va kuchdan foydalanib kirishdi. O'ziga berilgan munbat yerni teridi, kengaytdi, isloh qildi. Shuning bilan bu yerda munbat nimbadi, tuproqni badi. Munbatalik tuproq o'g'achqa hosul berdi. O millatda yemek-içmek kengaydi, paravallashdi. Boshqa hunar san'atlar shu, men bir misol qilib tirishdi o millat, gullandi, taraqqiy qildi. Bu millat bilan yana bir millat borki, yağmur yağmadı deb tashlab qo'ydi. Aqib o'g'illamdi deb yerlarini terimidi masalan. Uni qilib o'g'illamdi deb sanoat yuzlanmadi, yana bir narsa qilmadi. Demak, Alloh o'ralgan qonuniyatga ahamiyat bermadi. Yani ma millet dünyadaki en fakir, kembag'al, en xor millet oldu. Ma millet en boy, nim oldu, paravan bir millet oldu. Endi insonlar ba'zi o'ylab qoladi. Qanday adolatsizlik bu? Avli boy, ma'ul namrat. Ma'ul qattiq fakirlik yashayotgan millet, avu qattiq izzat yashayotgan millet. Amaliyat qarindoshlar, bu yerda o'yinib baqish kerakki, Alloh zaminda qonuniyatni o'rnatib bo'ldi. Bekitib o'tib bo'ldi. Musulmon olsun, kafir olsun, şu bekitib o'tgan qonuniyat bo'yicha ish qilsa, natijasi chiqadi, ish qilmasa, natijasi chiqmaydi. Bu yerda natija chiqadigan sababni yaratganimi Alloh va qilmasa chiqmaydigan qonuniyatni yaratganimi Alloh. Bizning qiladiganimiz faqat ya ani qilish, yomoni qilish, erishadigan natijamiz edi. Shunga biz yaxshi deb ko'rgan haliqa paravan turmush, masalan, bir millatning azizligi, o bu deganning hammasi Alloh tomonidan yaratilgan. Shu nuqtadan ve bir milletning xorligi Alloh tomonidan yaratilgan, ammo insonni azizlikka boradigini va yoki xorlikka boradigini shu qonuniyatga ko'ra inson o'zining irodasini qaysi nuqtaga yuzlantirishning natijasiga yoki yuzlantirishga nima bog'liq qarindoshlar. Masalan, Qur'oni Karimda mana bir oyat bor. Bunu digim keldi bu yerda. Sura Nahl'ninki 112-oyati. Wa daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Allah subhanahu wa taala shunday bir misol oldi bir kanatni. Bu kanat nayt amin xotirjam ko'ngli rahat deydi. Buning rizqi paravan, kang-kangri har tarafdan keladi. Bu millet, bu kanat Allah'ın nimetleriga inkar qildi, shukr qilmadi. Allah onunğa açlıqning, qo'rqinchining kiyimini qana qildi, tetitdi deb bo'lib, eng oxirisida ular qilgan ish sababli. Oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Bu o'simi rizqi har tarafdan keladi. Qaranglar, har tarafdan. Allah subhanahu va taolo bu ziminda o'rnatgan qonuniyatlar
her sohaga chechilgan. Yezi igilikning o'zgarishlik qonuniyatlari bor. Agar shu yerga ko'ngil bersak, uning natijasi chiqadi. Sanoatning o'zgarishlik qonuniyatlari bor. Agar u yerga tirsak, uning natijasi chiqadi. Bilimning o'zgarishlik qonuniyatlari bor. U yerga tirsak, uning natijasi chiqadi. Iqtisodning o'zgarishlik qonuniyatlari bor. Agar biz shu yerga kirsak, shu yer, demak agar bir millat bir kanitni misol oldi Allah subhanahu va taolo yerda, bir jamiyat, bir millat, bir davlat, mana her sohalarga tirishib kuchsa, onun rizqi her tarafdan keladi. Endi natijasi shu bizga misollangan millatning ne'matga qana qildi, shukr qilmadi. Ne'matga shukr qilmaslik degan nima desa, Alloh o'rnatgan qonuniyat bo'yicha ish qilmaslik tashlab qo'yish. O'rinliq qilish. Aqib bo'g'ilandi. Terib bo'g'ilandi. Uni ugunib bo'g'ilandi. Chunki jafokirdi qonun dunyo bu. Bu dunyoda qiladigan har ishning bir bedeli bor. Shuni qilishimiz kerak. Buni qilmadi. Natija aniqki ochliq, qo'rqinish teng keladi. Qarama, har tarafga ko'ngil bo'lish, uningga tinchlik va to'qliq ekansa, shahar taraf ko'ngil bo'lmaslik ochliq va xavf ekanadi. Sanoat ko'ngil bo'lmasa, dushman seni izidi, yeydi. Ishg'ol qiladi. Yerga ko'ngil bo'lmasang, ocharchilik qoplaydi. Digil tusoq, misollar, noiti, nima ko'p qarindoshlar. Ya'ni masala bu shaklda. Biz aslidagi oyatimizdagi hammasi yaxshilik, yomonlik Allohdan degan nuqtaga o'tirib mishaga keldik. Bu yerdagi yaxshilik, yomonlik degan atalg'u insonga ko'ra qo'yilgan atalg'u. Allohga nisbatan o'zimindagi bir qonuniyat. Shu qonuniyat bo'yicha ish qilsam, natijasiga erishsa, men bekjiq takrorlab ketdim bu gapni, takrorlamayman yani. Allohga ko'ra bu bir qonuniyat, bu bir tuzum, zaminning tuzumi. İnsonga ko'ra yaxshilik, yomonlik. İnson ani qilish orqali yaxshilik qilishadi, ma'ni qilish orqali yomonlik qilishadi. Mushu qonuniyatning hammini Alloh yaratgan. Undaganda inson yaxshilik, yomonlik deb tunuydigan narsaning hammini Alloh yaratgan. Qul kullum min indillah oyatning mazmuni bu qarindoshlar. Bu. Yani yeni bir nokta, hazır okuyan ayetimizdeki dikkatimizni dağıtılan bir nokta. فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Ma ayette ben tüz tercüme kılsam, Allah bu nimetke şükür kılmagan bu kavimge açlık ve korkunçluğun kiyimini tetikte de var. Ayette kullanılan ifade kiyim ifadesi var. Kiyim ifadesi ne ifadeleydi? Aslında kiyim tetikten nerse emez, kiydiğen nerse. Kiyim normalde bütün bedenini kaplaydı ya. Yani bu intizamı düşünürsen, bu kanuniyetini düşünüp şu kanuniyet boyunca iş kılırsan, senin hem haletlerde, her sahada eriştiğin neticen selbi olurdu. Yaman netice olurdu yani. Her gün bir adamın Müslüman bulup kalganlığı, mümin bulup kalganlığı için o dünyanın kanuniyeti özgürmeydi. Çok mu kılış gerek onu? Müslüman bolsan mı kılış gerek? Müslüman bolmaganlar mı kılış gerek? Şu kanuniyet boyunca yaşasa, an zeminin sistemisiga uygulaşkan buludu. Anda Müslümanın ne farkı var? Değildiğin bir sual çıkıyor. Kim gerçi bugünkü ayetimizin temisi olması mı? Müslüman şu kanuniyetler şug'ullanishayanda yaman ishlarni qilmaydi. Yetirgan vaqtda yaman ishlar qilmaydi. Sanoatlar shug'ullangan vaqtda yaman ishlar qilmaydi. Yani irodasini yaman tarafga yuzlandirmaydi. Bu farq. Qurol yasaymiz. Müslümanlar farqimiz bu qurolni haqsiz o'rinlarga ishlatmaymiz. Savdo qilamiz. Müslümanlar farqi nima? Savdoda boshqani oldimaymiz, go'llamaymiz, halollik bilan qilamiz. Ya terimiz. Bunun da Müslümanların başkalarının farkı ya teriş, yezigilikler şoğulnaş jarayonida boshqalarga zarar soladigan, ziyon soladigan ishlarni. Mana bu farq. Qolgan noktalarda inson zaminning qonuniyatini tushunish kerak, hayotning qonuniyatini tushunish kerak va bu qonuniyatga uyg'un bir shaklda qancha kuchsa shunchalik taraqqiy qiladi, qancha kuchsa shunchalik natijaga erishadi. Demak, insonning nazarida yaxshilik, yomonlik, masalan, boylik, nomrodlik deb Alloh misol qilsa, xorlik, azizlik deb Alloh misol qilsa, bularning hammasi tamoman zaminning qonuniyati, Alloh tomonidan yaratilgan. Sen qaysining sababini qilsang, shuning natijasiga qana qilsa, erishsa.
Endi dersimizning mazmuni asosan bir yerga borgan, ammo hozirgi mazmunga munosabatlik menda bir tarafi bor. Biz Allohning borligi shuki, bizning musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allah zamanında müştabir bir sistem yaratgan. Biz bayatının ayakı söz degan qonuniyatni yaratgan Allah. Müştabir bir güzel sistem, müştabir bir güzel qonuniyatni bu ilahsiz bir urullaş doğuş bo'lmasdan zaminda o'rnab qolmaydi. Biz bu nuqtadan qana qilamiz mu'min. Andan bizning yana bir qaraydigan tarafimiz var mu'min sifatimiz bilan. Müştabir bir qonuniyatning hammani Allah yaratgan degenden keyin inson davom har doim qoidaga chiqmagan vaqtda inson yana bir narsa paydo bo'ladi. O nima desa, boshqa bir o'zgarmas sistem o'xshaydi bu. O'zgarmas sistemi. Ish boshqa bo'laveradi. Biz bu yerda Allohning borligini tushunishni, ya'ni ma sistemidan boshqa yana ba'zi hayotda bo'ladigan sistemaga qarshi, qonuniyatga qarshi ba'zi ishlar bor. Inson tuyuqsiz sababsizlar ketib qoladi. Inson o'zi hal qilinmaydigan yoki o'zi sabab qilmagan bir sabablar tufaylidan uylab ketadi masalan. Ya'ni inson hal qilinmaydi. Ba'zi tuyuqsiz yetarmaydi, insonning hech qanday bir nimasi yo'q. Buningda moddiy sababkorlik yo'q. Ba'zi yanar tog'lar portlaydi masalan. Ba'zi ig'ir buronlar chiqadi masalan. Ba'zi salla keladi, ba'zi dengiz tashidi. Ya'ni insonning sababi yo'q ishlar bor. Endi biz bu nuqtalarga bayatning sistemlik o'rnatilgan qil sababini qilsa natijasi chiqadigan bir sistem bilan ma sistemining sirtidagi sistemidan halqagan qonuniyatdan halqagan ishlarning ikkilisi musulmonlarning nazarida Allohning borliq birligining dalili. Ma güzel sistema urulashtirishning dalili olsa, o insonning ash sistemiga ishlab ketib ustunligini unutib qolmaslik uchun pat-pat sistemidan sirt inson o'zi tushunmaydigan bir hatta bayat canının gapini qildik, ruhning gapini qildik, inson tushunmaydigan bir nuqta. Nuqtalarda mush sistemni o'rnatgan sistemining ustidagi bir kuch varligining ifodasi shaklida biz buni ma shaklda tushunamiz. Ammo falsafchilar masalan Germaniyada bir falsafa mazhabi masalan bir falsafachilar muzmindagi butun sistemining bu shaklda urulashtirilganligiga qarab Allohni yo'q deydi. Bu sistemlar o'zini deydi. Yana bir falsafa mazhabi ko'z qarashdikilar zaminda mas sistemidan halqan ishlarning borligiga qarab turib Alloh yo'q deydi. Alloh bo'lgan bo'lsa, anda zamin dengiz tashadigan, yer tarvaydigan, unda yomon ishlar yuz bermaydi deydi. Biz del tam aksi nuqtadan chiqamiz. Bular meyli sistemidanmi, meyli sisteminin buzulishidanmi, sistemidan halqagan bir ishlardanmi, qonuniyat va qonuniyatdan halqagan ishlardanmi kufrga sabab izlaydi. Ammo biz ikkilisidan Allah qo'ygan imonimizning nimalarini topamiz qarindoshlar. Imonimizning sabablarini bu nuqtadan qana qilamiz, izlaymiz qarindoshlar. Endi normalda inson uzun mezgil mesela bir adam tirishdi deyli, bir ne'matga erishdi deyli. Bu shu ne'matning natijasida biroz bir tinchlikka erishdi, farovonlikka erishdi, kuldiri yaxshilandi, ne'matlar bunga tarafdan keldi bayat oyat degandek. Ketaversa biz inson bo'lib yashab baqdik ya, biz inson o'zimiz tushunamiz. Vaqt o'tgan sari inson hadinlashdi. Ya'ni inson ne'mat bag'ujidan yuz o'raydigan. Mashta qilsamlar, mashta buludu deydigan bir holat qana qiladi, insonning shakllanadi, tabiiy. Hayotida tish og'riqi ko'rib boqmagan odam tish og'riqning asla alamini uqmaydi. Hayotida oshqozonning og'riqini uqib boqmagan odam, böbrek kesilini tetib boqmagan odam insonning hammasining böbrek ashta saqlam bo'ladi. Insonning hammasining tish ashta saqlam bo'ladi. Insonning hammasining oshqozonida saqlam bo'ladi. Ketaveradi. Allah subhanahu wa ta'ala zeminde o'rnatgan, yuqorida biz tilg'agan qonuniyatdan sirt ba'zi inson amal qilolmaydigan, inson tushunmaydigan hatto qonuniyatning sirdagi ishlar orqali insonni ne'matning egisining bog'liqiga qaraganda qildi eskartadi. Kuzi yo'q odamga qarab alhamdulillah. Tishi og'riyotgan odamga qarab alhamdulillah mening tishim nima ekan sog' ekan. Oshqozni ojiz odamga qarab turib mening oshqoznim nima ekan sog' ekan alhamdulillah. Ma shaklda Alloh subhanahu va taolo yani bizni o'zi tarafiga qana qiladi, tatib turadi. Bu Allohning bizga bergan rahmati. Sistem orqali, qonuniyat orqali bizning mavjudligini ifodalasa, mana qonuniyatdan sirt ishlar orqali
ba'zi odatdan tashqi ishlarning yuz berishi orqali shu qonuniyatning yaratquchisining vaqt kelsa qonuniyatni buzutalaydiganligini bizga qana qilib turdi, o'zgartib turdi. Ko'pincha payg'ambarlarningki mo'jizalari, masalan, qadim burundan tortib kelgan payg'ambarlarning mo'jizasining ko'pinchisi mushu xiltibdi. Ya'ni qonuniyatdan sirt ishlar. Masalan, Ibrohim alayhisolamning o't tashlanishi deydi. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı saqlab qalmoqchi bo'lsa, tutulduğumuzu bo'ladi. Saqlab qalmoqchi bo'lsa, bulut avatibligini yağmur yağdısıma o't qana qiladi, o'chatdi. Lekin qana qildi? Allah bu yerda o'zining borlig'ini ko'rsatib qo'yish uchun İbrahim Aleyhisselam tutuldi. O'tga tashlandi, o sumu o'chmadi, ya'ni suv yig'ib o'tni o'chmadi. O't kuyayotdi. Ammo o't kuyayotgan o't İbrahim Aleyhissalatu vesselam'ni qana qilmayotdi, ko'ydamayotdi. Qur'on buni qana qildi bizga. Ey o't, sen İbrahimga tinchlik va suqa qo'l degan bir buyruqni bizga hikoya qilish orqali o'tning ko'ydirish qonuniyatidan hal qilgan bir hodisani Allah o'zining borligiga qana qildi, dalil sifatida keltiryapti. Masala bu shaklda qarindoshlar. Dedim ya, inson bir ish retimliq mang'inida hadid mashhur. Untuydu ya ki kella innal insana la yatgha. İş muşta bulduğu o'xshaydi. Buni qilsam natijasi chiqdi o'xshaydi. Manda o'ylab. Shunga o'xshagan inson Alloh subhanahu va taoloninki ne'matlaridan birisi sistemini o'rnatdi, qonuniyatni o'rnatdi. Buning sirtida qonuniyatsiz va sistemini buzadigan, qonuniyatni hal qilgan ishlarni insonning hayotida ba'zi yuz bergizidu. Bu orqali inson qonuniyatning sirtidan bir kuch bor ekan, qonuniyat yaratgan, qonuniyatning ustuni bir kuch bor ekan deydigan bir xil tuyg'u qana qiladi, kilidi qarindoshlar. Mesela normalda Kur'an-ı Kerim bizge şu xil şekildeki vakaliklerini bayan kılıdı. Musa Aleyhisselam bilen Musa Aleyhisselam hemra olgan salih kişinin bir vakalik var. Belki o köpünç ona okuluk bilisler bu vakalikni. Musa Aleyhisselam Allah'ın buyruğu bilen bilim bugün için şu adamdan kaçınmandı. Bu adam nurgun meselenin ki Musa Aleyhisselam düşüngendek normal kanuniyet boyunca emeslikini bununla sevr kılamaydıqalıqın degen vaqtda sevr kılışkı vədə kıldı. Bularning seferde 3 tane iş uçurdu. Birisi bularni deryadan ötküzüp koygan kimini Musa əlaqə kişi qana qılatdı, yerivetdi. Normalda düşünəmedi bunu. Nemiş ki yerivetsə, bizni deryadan ötküzüp koygan tulsa. Yeni birisi gitip bağan kiçik oynayatgan bir balını qana qıldı, öldürüverdi. Yeni birisi bir kenetke kirip bizle bir tamak bəsənglar dedi, onumedi, kenetde örülüp gidip qoygan tamdan birini qana qıb qoydu. Yamap yasap koydu. Bu işlerin hemmesi Musa Aleyhisselam'a nispeten garip geldi. Bu küçük olanı öldürüdüş normalde bizim kabul kılmayımız yani doğru. Sebebi bala. Bir tamak belgin olmayan insanlığının temini oluşmayımız yani. Bu garip geldi. Normal kanuniyet boyunca Musa Aleyhisselam'ın garip geldiğine doğru. Ama bir yerde Musa Aleyhisselam'ı bildirmek onu Allah'ın neymi, bizgi hikaye kılış araklık bildirmek onu neymi dese kanuniyet halkıgan işler var. Eğer kiminle şu vakit yeri vermişse aldı da kimle sak kimlerinin hemmini bulavatkan padişahın birisi var. Al kimiciler biçare miskiller kimisiz kalıdı. Ma kenetdeki miman qıgılı olmagan insanlar pes insanlar. Bir üzünün yurtuğa kelgen bir musafirga bir vaqt tamaq vermegen insanlar degen eğer o tam örülüp astidagi baylıqla işlep qalsa tabii ki onu talan-taraj qılıp etişeynik. Bunu o yüzden ulardan saqlap ta balalar çoğoğuca şu kanının igisi, baylıqның igisi çoğup şunun haqlı qoğan kadar saqlap qilish üçün. A kichik bala, to'g'ri bala degan bala Allah subhanahu wa ta'ala ata anısı şu balı çoğulup şu balı tüpeylidin kafir olup ketiş, oğurluk kılış, parırış degendek bir hata yolga kirip kılış boğan, takdir kılıngan bir balını yuğunap şu alet kilişini ilgili Allah subhanahu wa ta'ala akitişini irade kıldı ve şu şekilde vakalikler yüz verdi. Bunların hemmesi neymi o desanlar? Normal kanuniyetin halkıgan bir güç var. İşlava. Bu işlerin hemmesi insanğa nispeten Allah ne esiltidigan Allah'ın bağlılığını her daim kültürüp koyduğun işler. Demek dersimizin ahirinde xulasılısek mesele maçta dünya maçta kanuniyet boyunca yaratılgan ve kanuniyetin sırtında Allah'ın barlığını eski tutduğun işler var. La femali haula'il kavm la yakadun yefqahuna hadisa. Ne oldu bu insanlara? Nemiş ki gep çönmeydi. Digen bir şekilde Allah subhanahu ve taala dünyanın kanuniyetiga, hayatın kanuniyetiga ve kanuniyetin üstündeki kanuniyetini yaratgan güçke bizni qana qıvatıdı, eskertivatıdı, diqqatimizni tatıvatıdı, vaqt nasıl to'lan dersimiz ahirlashdi. Kele saat ko'rishgacha manlarni Allohga omonat qildim. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.